Agar siz Minecraftni hali ham beg'ubor va yosh bolalar o'yini deb hisoblasangiz, adashasiz. To'g'ri, u bir tarafdan beg'ubor va sodda o'yinga o'xshaydi, lekin unga bir chetdan qarasangiz, qo'rqinchli faktlarga boy ekanligini bilib olasiz. shuning uchun ham bugun biz Minecraftdagi top 3 ta Mavjudlardan ko'rib chiqamiz. Gigant Alex Minecraftdagi eng mashhur creepypastalardan biri. Uni birinchi bo'lib ko'rgan o'yinchilar oddiy Alex skiniga o'xshash, ammo odamlardan bir necha barobar baland bo'lgan noma'lum mavjudotni tasvirlashgan. U hujum qilmaydi, lekin jim turib o'yinchini kuzatadi. Aynan shu holat uni yanada qo'rqinchli qiladi. Gigant Alex paydo bo'lgan paytda o'yinda lag, g'alati tovushlar va glitchlar yuz beradi. Ba'zi o'yinchilar uni xarita chetida yoki bo'sh hududlarda ko'rganini aytadi. U rasmiy mob emas va Mojang tomonidan hech qachon tasdiqlanmagan. Shu sababli savol hanuz ochiq. Gigant Alex shunchaki afsonami yoki Minecraftdagi eng sirli mavjudotlardan birimi? Cannot Sleep Minecraftdagi eng bezovta qiluvchi creepypastalardan biri. Bu hikoyada o'yinchi uxlay olmaydi, tun o'tmaydi, muhit esa tobora g'alati bo'lib boradi. Atrofda hech kim yo'qdek tuyuladi, lekin go'yo kimdir meni kuzatayotgandek hissiyot paydo bo'ladi. Tovushlar sekin o'zgaradi, soyalar noto'g'ri harakatlanadi va tun tugamaydi. Eng qo'rqinchlisi, hech qachon hujum yo'q, faqat sukut, kutish va bezovta muhit. Bu creepypasta qo'rquvni jump scares bilan emas, ruhiy bosim bilan beradi. Cannot Sleep rasmiy hikoya emas, lekin aynan shuning uchun u yanada sirli va qo'rqinchli. Z-Zing bu ko'p qo'llining 6 ta qo'li bor. 4 ta qo'li juda ham uzun va ikkitasi tekis yonga qarab turadi. Yuzida esa g'alati kulgu va ko'zlari ham qop-qora edi va unda 4 ta ko'z ham bor edi. Va u birinchi marta 1.11-versiyada ko'rinish bergan. U o'zining orqasidan qandaydir ko'mirlar qoldirar emish va yana o'zining xunuk 6 qo'lli haykalini qoldirib ketish ham mumkin ekan. Ikkita rus blogeri bu versiyada o'ynab, uni ko'rib qolgan emish va buni YouTube'ga ham qo'ygan ekan. Shundan so'ng Z-Zing haqida afsonalar tarqala boshlagan. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Rolen bo'ldi.